Baribir yangi turmushni bo'g'ib tashlay olmaysizlar. Hammangizning qo'lingizda toshu oyoqlaringiz qaltiraydi. Qochgani joy izlab ko'zingiz jalanglaydi. Sizlar hozir ham mendan hayiqasizlar. Men el yurt uchun yashadim. El yurt deb kurashdim. El yurt deb jonimni ham ayamadim. Hamza Hakimzoda, O'zbekiston xalq artisti O'lmas Alixo'jayev. Matnni Hamza Hakimzoda siymosida Ashurali Bolqizoda o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 21 avgust